Assalomu alaykum. Dehqon akalar, yaxshimisizlar, tuzingmisizlar? Yana bir bor ko'rishamiz sizlar bilan. Mana biz Toshkent viloyati Bekobod tumani Green Agro Food dalasidamiz. Hozir mana bu kuzga ekkan makkajo'xorilarimiz. Buni biz 2024-yil 15-iyunda ekkanmiz bularni. Mana hozirgi kunda o'zi pishga tayyor bo'ldi. Xudo xolasa ham terim ishlarini boshlaymiz. Makkajo'xori bu Megaton sort yaxshi, chaynanishi yaxshi, har tomonlama, grammlari ham hammasi zo'r. Bu ekilgandan keyin oziqalar hammasi vaqtida berilib, amofos beramiz birinchi, keyin selitra, keyin karbamid. Shu qarab, hosiliga qarab gektariga 1 tonnadan dori yeydi bular. 300 kilo karbamid, 400 kilo selitra, 300 kilo amofosida shu bilan to'g'ri bo'lib ketadi. Makkajo'xori yaxshi. Ekishinglarni tavsiya qilaman. Bozori ham chaqqon, talab yildan yilga ortib boryapti bu shirin makkajo'xoriga. Bu makkajo'xorini yetishtirishda o'zimizda donli makkajo'xoridan ko'ra buni farq bo'ladi. Bir xil emas. Buni tagida bachkilar chiqadi, u bachkilar обязательно olish kerak. Keyin ikkinchisi bu qurt tez tushadi unga. Ximikatini vaqtida sepib turish kerak. Boshidan oxirigacha 3 marta kamida ximikat sepiladi. Shu bilan yaxshi bo'ladi jo'xori. Asosan shu qurti bilan tayyor bachkini olib turish kerak. Shu joylariga e'tibor berish kerak.